Hindistonlik generallarning Uyg'urlar haqidagi suhbati. 2023 yili 12 ayning 29 kuni Hindistonlik sobiq brigada generali Rakesh Patiya bilan mayor general Sudakarji orasida o'tkazilgan Uyg'urlar to'g'risidagi YouTube suhbat programmasining asosiy mazmuni tuvandikicha. Bugun biz favqulodda muhim va sezgir bir tema haqida to'xtalamiz. Bu tema shuning uchun muhimki, bu biz tuzuk ahamiyat bermayotgan, aslida Hindistonning manfaati uchun qo'llanishga bo'ladigan masaladir. Temaning sezgirligiga kelsak, biz Sharqiy Turkiston haqida og'zimizni ochgan hamon Xitoyning qattiq xuyi tutadi. Men Sharqiy Turkistonni qisqacha tunishtirib o'tay. Bu yerning zimini İrannikiga yaqin keladigan bo'lib, mustaqil bo'lgan taqdirda dunyodagi 17-chi cho'ng davlat hisoblanadi. Hozir bu yerda 25 milyon 800 ming nüfus bor deyilyapti. 1949-yili kommunistlar Sharqiy Turkistonga kelganda Uyg'urlarning bu yerning umumiy nüfusida egallagan nisbati 90%dan oshadi. Bugungi kunda Xitoy kelgundilarni to'xtamay o'tkash natijasida bu nisbat 50%dan mo tuvallab ketdi. Nüfus qurilmasidagi bu xil g'oyat zo'r o'zgarish Tibetda mı o'xshashli yuz bergan. Sharqiy Turkiston, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Mong'oliya qatorliq 7 davlat bilan chegaralangan bo'lib, jug'rofiyaviy siyosiy ahamiyati to'liq zo'r. Xitoyning 1 trillion dollar qiymatidagi bir belvog', bir yo'l tashabbusining 6 cho'ng quruqliq projektining 4ti Sharqiy Turkistondan o'tadigan bo'lg'achqa, bu mu mazkur rayonning Xitoyga bo'lgan strategiyalik ahamiyatini texnik kuchaytirdi. Bu yerda neft, mis, sinik, ko'mir qatorliq tabiiy boyliqlar favqulodda mo'l. Bu rayon 18-asrda Qing sulolasi tarafidan ishg'ol qilingan. Keyin yangi chegara degan ma'noda Xinjiang deb atalgan. General Sudakarjining qayd qilganidek Xitoydagi shamol elektr energiyasining 41%i Sharq Turkistonda ishlab chiqarildi. Shundaqla bu yer yana Xitoydagi ko'p kristallik kirminining 35-40% bilan ta'minlaydigan bo'lib, bu narsa quyosh energiyasi taxtasiga asos uchun ishlatildi. Dunyodagi paxtaning 5dan biri Sharq Turkistonda ishlab chiqarildi. Bu yerdagi paxtaning sifati shu qadar yaxshiki, dunyoviy danglik markalarning nurg'uni mushu yerning paxtasini ishlatadi. Yuqorida Sharq Turkiston ahvolini qisqacha tunishtirib o'tgandan keyin men sizdan shuni so'ramoqchiman. Bugun Sharq Turkistondagi asosli masala kishilik huquq masalasi deb qaralmoqda. Hozir bu yerda keng ko'lamli tutqun qilish, nazorat qilish, diniy ibodatlarni cheklash qatorliq jinoyatlar mavjud. Bizga bu yerda zodi nima ishlar yuz berayotganligi haqida qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Savolingizga javob berishdan ilgari Xitoyning aslida qayani ko'z tutganligini izohlab o'tish zarur. Nurg'un kishilar mendan bu haqda savol so'rashdi. Xitoy aslida Tang sulolasi davridagi Xitoyni ko'rsatadigan bo'lib, bu Xitoyning zimini sharqdan g'arbga 1200 kilometr, janubdan shimolga 1600 kilometr keladi. Uning sirtidagi Mong'oliya, Sharqiy Turkiston, Manjuriya, Tibet qatorliqlarning hech biri Xitoyning tarkibida emasdi. Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharqiy Turkistondagi ahvolga kelsak, 2000-yillardan keyin bu yerdagi Uyg'urlardan siyosat, ma'rif qatorliq jihatlardagi huquqlarni o'z ichiga olgan eng g'olliq huquqlardan mahrum qilinishga boshladi. Bu xil bostirishlarga qarta Uyg'urlar bir qancha xil shaklda qarshilik bildirdi. Buning ichida Myonxinni bazi qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tinish shaklda Uyg'urlarning g'olliq huquqlarini qo'lga keltirishni tashabbus qilsa, zo'ravonlik xohishiga ega Sharqiy Turkiston islom harakati qurolli kuchi orqali Xitoyga zarba berib, mustaqil davlat qurishni tashabbus qildi. Bo'libmi 2007-yildan keyin Uyg'urlar Qashqa, Kunming, Urumchi qatorliq joylarda bir qator hujumlarni qo'zg'adi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmimi bag'ansiri kuchayib 2014-yillarga kelganda bostirish ravurs avjiga chiqdi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish harakatlari Sharqiy Turkiston qili cheklangan bo'lmasdan, Xitoy yana Hindiston, Pokiston,
Afg'oniston qatorliq davlatlardan Uyg'urlarni qaytarib ketdi. Shundaqla dunyoning boshqa joylaridagi davlatlardanmi Uyg'urlarni qaytarib berishni talab qilmoqda. Musulmon ellari Kashmir, Falastin, islom dushmanligi degandek masalalarga nihoyatda tez inkas qaytarishadi. Lekin hech kim, hatto g'arbmi Uyg'urlar uchun gap qilmaydi. Bu zot nima uchun? Pul uchunmi? Bu masala jug'rofiyaviy, siyosiy arq ko'rinishga ega. Men bu haqdagi xalqaroliq arq ko'rinish haqida qisqacha to'xtalib o'taman. 20-asrda dunyo tartibi Amerika bilan Sovet ittifoqining yetakchiligidagi qo'sh qutblik vaziyatning ta'siri ostida edi va bu yerdagi asosli omil jug'rofiyaviy siyosat edi. Sovet ittifoqining parchalanishi jug'rofiyaviy siyosat orqali vujudga chiqqan edi. Halbuki 21-asrda jug'rofiya, siyosat, jug'rofiyaviy iqtisodga o'rin bo'shatishga boshladi. Bundaq bo'lishiga biz o'zimizmi sabab bo'ldik? Biz hamma ishni Xitoyga havola qildik. Xitoyga borgan sari beqinishga boshladik. Bu xil vaziyatda Xitoy barcha qit'a va davlatlarga qarata aktiv savdo balansiga ega bo'lmoqda. Ondan Xitoy chet ellardan topgan mushu dollarlar bilan bir belvog bir yo'l tashabbusini yo'lga qo'ymoqda. Xitoy musulmon ellariga bo'libmi O'rta Sharqqa favqulodda ko'p mablag' soldi. Shunga bugungi kunda musulmon ellari bir qator masalalarda Xitoyga tayinib qolmoqda va shu sababli ularning hech biri Uyg'ur masalasi haqida gap qilishni xohlamaydigan vaziyat shakllanmoqda.